Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz Pikabu Mr. Genderuvo, ya'ni Mr. Genderuvo degan o'yin. Janob Genderuvo. Sizlarni ko'p kuttirmayman. Bugungi videoda boshlayman. Pikabu kompaniyasida hali juda ham o'yinlar ko'p. Biz hali juda ham ko'p o'yinlarda o'ynaymiz Pikabu kompaniyasidan. Sizlar bor yo'g'i obuna qo'yinglar. O'zbekona Play kanaliga aytib o'taman. O'zbekona horror kanaliga xush kelibsizlar. Telefon jirillayapti. Hallo, ham. Vogopar baru bangua tidur bukan lu. Iya nih ganggu tidur aja lu. Tushunmayman do'stlar, bu qanaqa til? Adashmasam Indiyani tamom bilmayman. Bunisidan xabarim yo'q. Mayli, PK'si manmi kompyuter? O'tirish kerak. Buka game, buka YouTube, buka game. U Counter Strike. 30 minut kemodiyan. Anaqa emasmi turkcha? 30 minutdan keyin. Duh pengen pipis. Bo'ldi o'yna, bo'ldim deyapti. Men buni qaynatasam, yesam? Yemanmi? Suv ichmoqchimiz, nima qilmoqchisan sen bola? Hojatxonaga kirmoqchimisan a? Siymoqchi ekan. Bo'ldimi, qo'lda ham yuvolasam? Luda, niampe, как негод пинту дулу. Ela, kaku. Amat lupar santai. Dadasimi deymanda bu? Apa degan joylar ham bor. Sizlar bor yo'g'i do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bor yo'g'i hozircha do'stlar darslarni o'tmoqchiman. Sizlar meni Feruz degan kanalim bor edi, ko'rgan bo'lsalaring agar 700 tadan endi obunachi oshgan edi. Kimdir chopib qo'ydi va yangi kanal ochdim. Bu kanalimda hozircha bir dona obunachi bor, boshqatdan yana ko'tarilyapman do'stlar. Shuning uchun ko'tarilishga harakat qilib, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Dolapar. Kompyuter o'ynaymizmi yana? Men buni yirkanmiz, lapshani. Pop me instant cup. O'yinlar tushunarsiz desam adashamanmi? O'tir yana kompyuteringni o'yna. Channel edit. Hop. Endi 3 minut kemeduen. 3 minutdan keyin. 3 soat emasmi mabodolar? 3 minut deyapti-da. Shunga hayronman-da. Mayli. 10 minut kemodiyan. 10 minutdan keyin deyapti. Xo'p. Ular naqadamiz tushunmasak. Kompyuter yoniq. Xo'p. Nima qilamiz do'stlar? Ishlamayapti. Eshik ochilmas ekan hali. Yana tuvaletiga kirmoqchimi yana bu? Bu tuvaletga ham kirgisi kelmayapti ekan.
Aha. Ha, boyagi bolaga telefon qilyapti, deb to'lov. Ayo, ditanga ke telefonnya. Alo, eshitaman. Ha, telefonni ol, alo. Anga deyapti, anga telefonni ol deyapti. Alo, telefonni ol deyapti. Nihoyat. Ko'chada paydo bo'lib qoldik. Kare paspa bola. Center. HP. Topi dan adit. Hozir bolani topishim kerak ekan shu. Hay, teskari tarafga yurar, panaqa yurishim kerak ekan. Hamma taraqa turibdi chiroq ustun. Ustunli chiroq. Mototsiklga minamizmi deymanda? Oh. Ha, minmaymizmi? Tarafga, bu tomonga yurib ko'raylikmi? Shu yo'l tugayapti, bu yoqqa yuraylik. Bu yoqda ham yo'l yo'qmikin do'stlar, nima deysizlar? Taxminiy yuraverdim. Ha, bir yo'lga. Qayoqqacha boramiz bilmayman. Mototsiklga min tezroq yetib borasan. O'ldirishayotgan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Do'stini. Tushunarsiz, ketyapmiz qayoqlargadir. Nima? Uyustiga keladi. Mana 7 inson jangaldagi uyusti. Ay, ko'rdinglarmi? Ko'ryapsizlarmi shuni? Mahluqmi Genderuvo? Onayni cho'chib ketdi va ko'zingga olaymay o'lgur. Luqmaq bor ekan. Luqmaq bor ekan. Voy yaramas ko'zini qaraydi. Cho'chib ketdim, ko'rdinglarmi meni? Qimirlab ketganim edi. Nima bo'lishim bilgan. Shahargacha kelaverammikan bu turistlar? Yo'q, kela olmas ekan. Cho'chib ketdim. Xudoaro, bitta yuraverdi. Takam yorildi. Gönderuvdi uchalari. Xohlasalar uni tortib mana shu o'yinda o'tkazib o'ynab ko'ringlar. Kapka Intito Adit Kalo Gag Salah. Apa dia tadi di sini kugagda ata? Qantil bo'lgandim deb perevod ham qiladi deydi. Qanaqa tilligini ham bilmayman buni. Xonalar tekshirib chiqish kerak. Tualet. Voy, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi hozir? Bilin. Xo'p do'stlar, mana shu Pikabu o'yinini, Pikabu kompaniyasi, Pikabu qilib chiqaradigan kompaniyani yana bitta o'yini chiqdi. Pikabu Unhuman. Ana shu o'yinni men hali o'ynab ko'rmadim, endi o'ynab ko'rmoqchiman. Videosini ko'rdim. Mana shu kompada nimaga men o'yinlarini ko'p yuklayman. Shunaqa ingali ma'noli o'yin chiqaradiki, maza qilasiz o'ynab, ma'nolarini ko'rib. Narsalar ko'rinib ketyapti o'yinda ko'zimda. Ma'nolarini ko'rib haligini. O'ta kez yoril. Maza qilib borasizlar, yig'latadigan o'yinda bu kompaniyasida. Chunki men u Pikabu Antar o'yinini anaqa kanalimda chiqargandim.
nima edi otini qurur. Hozir aytdim-ku kanalimizni. To'g'rimi do'stlar, ash kanalimda xullas chiqargan edim. Pikabu Antarni. Juda ham bu ham ma'noli o'yin. Ferus kanalimda chiqarganman. Juda ma'noli o'yin Pikabu Antar. Pikabu Stop, Pikabu Antar, Pikabu Unhuman. Hamma o'yini ma'noli. Bu ham ma'noli masalan o'rtog'i yo'qolib qoldi. Xullas Pikabu Unhuman'da onasini hojilarga borsin. Mahluq ajini kelyapti. Qochib qolsin. Astagfirullah. Subhanalloh deb bu yerdan suramiz. Chiqlanu ana u Genvardur, ana gigant yo'limizdan chiqib bormasa bo'ldi. Ko'ryapsizmi, o 7 inson jangalda bo'layotibdi-ya. Yaqin ekan biz nariyalarga boryapmiz. Xo'p. Men bu Pikabu Antar o'yini haqida biroz so'zlab bermoqchiman. Pikabu Antarda o'yinida siz tez yordam mashinasida kechki smenada ishlaysiz do'stlar. Kechki smenada ishlab, haligi kechki smenada ishlab bittasi telefon bo'ladi, borasiz jasad oladigan bo'lasiz. Jasadni olib qaytayotganingizda do'stlar, haligi jasadni ruhi bezovta bo'ladimi? Shunday narsalar bo'lib har xil Xullas voqealar sodir bo'ladi. Keyin hali har xil voqealar sodir bo'ladi-da, jasadni olib borgunicha xullas rosa ko'p screamer, rosa ko'p qo'rquv bo'ladi o'yinda sizda o'ynaysiz. Undan tashqari siz bu o'yinda Pikabu Antarda keyin yana bir balo. Xullas o'yinda jasadni olib borasizda, yana birini o'z screamer qo'rquvlar bilan xullas ancha vaqt ichida olib borib olasiz. Keyin bo'lsa ancha kundan keyin o'zi chiqadi, mashincha kundan keyin deydi. Shundan keyin shu o'l jasad bor-ku. Shu jasaddagi nimani jasadda xotinini Thomas kelyapti. Jasadda ular o'lganda ko'milganda ular shuni xotinini olib borishingiz kerak qoladi, qonidor bo'ladi. Tug'ruqxonaga doktorxonaga olib borishingiz kerak bo'ladi. Va uni doktorxonaga olib borib qo'ysangiz, ana shu joyda qoladi. Chiqib bolasini oldiga boradi, xullas ma'nos bilan o'qisiz boshqacha ichingizni yig'lattiradi. Shunaqa. Keyin ana nima bor, nima edi ayting, Pikabu Unhuman. Bitta doktor kichkina chaqal, bitta ayol kishi doktorga aytadiki, "Men nech pul soatingiz" deydi bitta qiz doktorga. Basman, xullas $150 aytadi, $50 savdolashiladi, bir balolar bo'lib kiratdi. Keyin kirishgandan keyin bir balolar bo'ladi. Xullas kirishadi. Ali chaqaloqni ko'rib qoladi doktor. Har xil personajlarda bo'ladi. Chaqaloqni ko'rib qolib, "Men shu chaqaloqni sotib olaman. $1000 taklif qiladi, indamasdan rozi bo'ladi." Ali chaqaloqni olib bitta xonaga qamab qo'yadi do'stlar. Eng qizig'i. Kichkina bolani birinchi qaraydi, 1 yosh bo'lgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yadi. Hali yurishni o'rganmagan, gapirishni o'rganmagan bolani bitta xonaga qamab qo'yadi. Xonada 2 yilmi, 3 yil bitta joyda turib zanjirband qilib qo'yadi. Har xil nimalar bo'ladi. Xullas pulli o'yinda megabaytga tortasiz bo'ladi. Faqat biroz o'zi o'yin adashmasam bugun hali kunduzi chiqdi. Chunki hali kunduzi kechga yaqin chiqdi demoqchiman. Chunki hali
o'sha videosini ko'rib, Aripov Play'dan tashlamoqchi bo'lib kirsam, hali yo'q edi. Mana shu yaqin kunda chiqqan deb o'ylayapman. Tushunarsiz. Xo'p do'stlar, bo'lmasa bugungi yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salom bo'linglar. Videoga like bosib, obuna qo'shasini chiqmasin. Keyingi video qanaqa bo'lsin, qaysi o'yin bo'lsin, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ciao.